qanchalik sifat farq qiladi bu yerdagi uy qurilishi va O'zbekistondagi qurilishlar? Tubdan farq qiladi. Juda ham katta farq bor. Nimaga? Chunki birinchi navbatda bular o'sish bosqichidan o'tib bo'lishgan. Ya'ni O'zbekistondagi hozirgi kunda qurilish rivojlangani ko'proq biznesga bog'liq. Ya'ni qurilish sohasidagi qurilishni amalga oshirgan odamlar o'zi sohasini ustalari emas, aksincha puli bor odamlar desa ham bo'ladi. O'zbekistonda ham 5 marta why degan savol berdi. Ya'ni ketdi. Birinchisi, nimaga uylar sifatsiz? Chunki uylar biznesmenlar tomonidan bajarilmoqda. Nimaga why? Ikkinchi why. Chunki bu qurilish sohasi hozirgi kunda yaxshi foyda olib keltiradigan ishlar bo'lib turibdi. Nimaga why? Chunki odamlar soni hozirgi kunda O'zbekistonda aholi soni o'sishi va yosh oilalarda uylarga bo'lgan talab oshib ketdi. Why? Nimaga yana why? Chunki mana shu holatga, mana shu joyga kelganda odamlar ehtiyoj ko'payib ketdi-da. Shuni hisobiga propiskalar, ya'ni doimiy ro'yxatda turish degan yo'qolib ketdi. Bozor liberallashdi, erkinliklar berildi, odamlarning qo'liga pul tushdi. To'g'rimi? Why? Mustaqillik erishdik. Qurilish sohasi va boshqa sohalardagi mutaxassislar bo'lgan talab kamayib ketganligi uchun o'z-o'zidan mutaxassislar yo'qolib ketdi.